Do'stlar, mana bu Velokolaskan chempioni 2025-yilda ham, 26-yilda ham Velokolaskan chempioni shu bo'ladi. Ayniqsa mana shu trenddagi rang hozir ko'rsataman, bu вообще full наоборот Velokolaskamizda. Endi qaranglar, sizeniyasi polni aylanadi, o'zingizga qaratsanglar bo'ladi. Polni aylantirsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, o'zingizga qarab ketaverasizlar. Bemalol spinkalari yotadi. Mana rul xalaqit qiladi-ku, buni mana shundoq tushirasizlar, ko'rasizlarmi? Va shundoq mana yotqizib qo'yaverasizlar. Xuddan kalaskan spinkadagi yotadigan qilib qo'yaverasizlar. Keyin yana qaranglar. Mana bu yerda bolani oyog'i osilib qolmaydi hech qanaqasiga. Mana bunaqa yumshoq joylari chiqadi va qaranglar. Tagidan podnoshkasi chiqadi. Buni chiqarasizlar va botmasligi uchun mana bunaqa yumshoq o'zining materiali bor, qaranglar. Yumshoqqina matrassiga o'xshagan joy va shu zo'rmi? Yotadigan joylari ham cho'tki materiallar yumshoq bo'ladi. Ani yubka bir qanaqadir material emas, yumshoqqina zo'r matrasga o'xshagan material. Ushbu to'shqanli kamarlari bo'ladi. Botmasligi uchun polning naplechliklari bor, ko'rasizlar, materiallari bilan. Bu yerda mana kojniy bo'ladi. Ruchkalari kojniy bo'ladi. Ota-ona ustiga ruchkalari ham kojniy bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. O'zining kashlokshalari bor. Kazroklarni yana ham cho'zsanglar bo'ladi. Shu yosh bo'lganda cho'zib qo'ysanglar, ashim cho'tki bo'ladi mana. Uzungina bola bemalol uxlab yotadi. Pen rezinali balon, moshni teshilmaydigan, teshib ketmaydigan va tosh tiqilmaydigan balon mana shunaqa bo'ladi. Ishli ko'rasizlar, вообще zo'r. Tagida korzinkalari bor, ruchkalari pastga tushadi va yana bitta zo'r joyi, bolalar o'zingizga qaraganingizda, hozir misol uchun ko'rsataman. Bola bu tomonga qaraganda bu kerak emas bo'lsa, bu tagiga kirib ketadi. Mana bu taqiladigan joyi bor va mana bu yerdan shundoq podnoshkalari chiqadi, qaranglar. Shuni chiqarib qo'yasizlar, podnoshkaga qo'yib ketaveradi. Veliga anaqaga, pedaliga yetmasa agar oyog'i, bemalol mana shunday qo'yib ketaversa bo'ladi. Oldida ham korzinkalari bor, bu ham yonadigan svetomuzikali oldidagi fonarlari. O'zi video bo'yicha ham ko'rib turganlaringizdek, Chempion Velokalaska shu bo'ladi. Skill Max model, keyin Lotte Baby modeli ham bor. Bir xil bo'ladi. Bunisi rangi vahshim zo'r. Ko'rib turganingizdek, kashmir rang. Xullas polni full, ya'ni spinkalar yotadi, o'zingizga qaratsanglar bo'ladi, spinkalar tekis yotadi va yana bitta zo'r joyi bor. Buni yig'sa ham bo'ladi, yarmi yig'iladi. Polni emas-ku, lekin hozir ko'rsatib beramiz. Qaranglar. Mana buni yotqizasizlar. Bunda keyin bunisi ham yotadi. Kazroklar ochiladi. Oldiga ham yotadi spinkasi. Ruchkasini olib tashlaymiz. Ruchkasini pastga tushiramiz knopkadan. Mana bu knopkasi bor, shuni bosib, shuni olib tashlaymiz. Bo'ldi shu bilan. Ko'rasizlarmi? Ancha ixchamda baribir. Orqa bagaj bo'lsa, BYD, MYD'li bagaj bo'lsa, bemalol sig'ib ketaveradi. Ko'rib turganingizdek. Bagaj kattaroq bo'lsa bo'ldi, bagajga sig'dirib olsa bo'ladi. Faqat shu balonni joyida bo'ladi-da, hatto qolgan joylar yig'ilib, mana ruchkalarni отдельно qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tajri ko'chaga qarab turgan holatda sal nomiga yarim yotadigan qilsa ham bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Faqat tikka o'tirib ketavermaydi. Bunga mana shunaqa zo'r modellar kerak bo'lsa, videoga murojaat qilib, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini bepul qilib beramiz.